Всем привет! Bugun soat 8 da oy xisra bir balo qilib yotoqxonadan turib, darsimga siklimga bordim. Kasallarni ko'rib bo'lgandan so'ng shosha-pisha uyga qaytdim. Makiyajimni dugonamga qildirdim, chunki bugun fotosessiyamiz bor edi. Наконец-то 6-kursni bitirib, Venetkaga rasm tushadigan kunlarga ham yetib keldik. Lekin bu kuni shu darajada bir-birimizni yedik, fotograf prosta shokda qoldi. 6-kursgacha qanaqa yetib kelganimizga rosa hayron qoldi. Xullas, lekillab rasm tushib bo'lgandan keyin bugun to'yga borishim kerak edi. Yotoqxonaga qaytib, kiyimlarimni alishtirib, yanada go'zallashib to'yga surdim. Ishoninglar, Samarqandni to'ylari Lyubboy boshqa viloyatlarning to'ylarini bittada sindirib qo'yadi. 6 yil davomida nechta dugonam to'yga borgan bo'lsam, shunaqa mazza qilib ovqat yeb, mazza qilib raqslarga tushib kelganman. Studentlik vaqti to'ylarga borish biram mazzada. Xullas, qizlar bilan mazza qilib o'ynab, qo'shiq aytib, likillab, oxirida qarasam, dugonam o'sha vasga tushib ketibdi. Bu yoqimsiz bilan qanaqa kunlarni o'tkazganimizni bir-bir eslab, bugun o'sha to'y bo'layotganini eslab ko'zimga yosh keldi. Har doimgi traditsiyaga amal qilgan holda albatta to'ydan rasmlar bo'lishi shart. Sudralib, to'ydan charchab qaytayotgan bir vaqtimda yotoqxona navbatchi o'qituvchisidan kech qolganim uchun rosa gap eshitdim. Bugungi kun tugadi. Hammaga rahmat.